أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Bütün hamdlar, alqışlar ve maqtaşlar alemlerinin Rabbi Allah'a olsun. Vel akibetu lil muttaqin. Yaxşı akıbet hoşyarlarga olsun. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammed ve alihi ve ashabihi ecmaîn. Salat ve selam, destekleşler ve kollaşlar Allah'ın peygamberi ve bizning rehberimiz Muhammed Aleyhisselam'a, onun ailesiga, onun sahabelerine ve kıyametgacha onun yoludan mangan yoldaşlarga olsun. Assalamu alaikum qadrlik Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar. Bugünkü sohbetimiz Tövbe suresi 24-oyatdan bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala bu ayette bizga xitob qilib shunday deydi. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri vallahu la yahdil qawmel fasiqin. Sadaqallahul azim. Qarindoshlar, bugünkü sohbetning mazmuni ko'rilib turgandek Allah'ның yardımının şartları. İnsan buluş sübtimiz bilen biz Allah'ның yardımına ihtiyacımız var. Her sahada ihtiyacımız var. Şahsi buluş sübtimiz bilen mi ihtiyacımız var? Millet sübtide mi ihtiyacımız var? Devlet sübtide mi ihtiyacımız var? Hem sahada yaşaş için, dünya ve ahiretimizden kazanışımız için Allah'a ihtiyacımız var. Allah'ın yardımına ihtiyacımız var. Ama Allah bizge yardım berişte. Hususen bizdek vatan munqariz bulup ketken, munqariz buluş aldı tuğan. Doğrusu vatanın munqariz buluş aldı tuğan. Xalqi irqi qirg'inchilikda yo'qolib ketish girdobig'iga berib qolgan bizdek millatlar uchun, bizdek musulmon xalqlar uchun Allah o'zining yardım kelishiga shartlarni so'zlaydi. Ayet güteyli. Kul degin ey bendem milletinge degin. Bunu hem de Peygamber Aleyhisselam zamanında nazlı olğaçqa bu ayet Peygamber Aleyhisselam'a deb xitob qildi deb tarjima qilamiz. Ya Muhammed, sening shu Sharqiy Turkistonlik ummatlaringga deb qo'y. Agar sizlarning ota-onalaringlar, qul in kana aba'ukum, ota-onalaringlar, agar va abna'ukum, sizlarning bola chaqalaringlar, va ikhwanukum, sizlarning vatandagi qarindoshlaringlar, etrafinglardagi qarindoshlaringlar, va azvajukum, sizlarning juplaringlar, ayollaringlar yoki erlaringlar, va ashiratukum, sizlarning ashiratinglar, ya'ni sizlarningki urug' tuqqanlaringlar, va ammalun iqtarabtumuha, sizlar qo'lga keltirgan iqtisodiy boyliqlaringlar, va tijoratun takhshawna kasadaha, kasad bo'lib qolamdiki deb qo'rqib turadigan iqavatgan tijoratlaringlar, va masakinu tardawnaha, sizlarni razolab sağan, yasatgan, yasadaq uylaringlar, ahabba ilaykum minallohi va rasuli. Agar yuqorida zikr qilinganlarning hammasi yoki birasi sizlar uchun Allohdan bekrak suyumlik tuyuladigan bo'lsa sizlarga ve Allah'ın Resulü'dün bekrak suyumlik oladigan bo'lsa sizlarga ve cihadin fi sabilihi, Allah'ın yolunda cihad qilishdan bekrak suyumlik tuyuladigan bo'lsa sizlarga bu chaqda fatarabbasu kutinglar.
Allah'ınki yardımı kilidgan vaqt emas o. Kütün. Kim yardım kılar ki? Kim yardım kılar ki? Kulumuzdan kim tutar ki dep tamamı bilen Türk dünyasıdan, Müslümanlar dünyasıdan, Garip dünyasıdan degendek. Allah'ın nereden kelsen, nereden yardım kep kılar ki dep tamam kıladigan bolsaňlar, şu ham tamamı bilen kütüýüň. Hatta ya'tiyallahu bi emri. Hatta kaçangacha Allah'ın buyruğu kelgiçe. Allah'ın buyruğu kelgiçe kütüňler. Qarindaşlar, Kur'an'ın mezmun qarga vaqtımızda Allah'tan ve Allah'ın Resulüden ve Allah'ın rızası üçün kılınadigan küreştin eğer dünya süýümlük tuyuladigan bolsa bizge Allah'ınki emri nemi bu haktaki emri halak kılış. O insanlarını, o milletini halak kılış. Allah'ın buyruğu kelgiç kütüňler digen aşı 5-10 ýylyga wagt kütüňler. Yaman akıbetke aşı kıslık korkkan, endiş kılgan, yaman akıbetke kalıdığına wagt kütüňler. Çünkü Allah'ın yardımı kemmeydi degenge. Nim üçün? Vallahu la yahdil kavmel fasikin. Allah fasık milletini hidayetke başlamaydı o. Fasık millet degen nima? Yoldan çıkıp ketken. Allah'ınki yaratkanlığını bulup durup, Allah'ın nimetini yep durup, içip durup, bu dünyada Allah'ın nimetinden faydalanıp durup, Allah'ını unutup ketken, Allah'ını köz kılmaydıgan, Allah'ın Resulünü köz kılmaydıgan. Allah ve Allah'ın Resulü edilse 5 katıdıgan. Kanda kılamız hem de bu konuluktan yana gep boldu. Bu bizimki paydası o yok işte yana oturuğa söylep çıktı da Allah ve Allah'ın Resulü degenden keyin Allah'ını razı kılış üçün köreş degenden keyin 5 ağrıydıgan. Manda milletke Allah hidayet kılmaydı. Hidayet kılmaydı degen nima degen gep qarindaşlar? Toğru yolunu kösetmeydi degen gep. Toğru yolunu kösetmegendikin o millet toğru yolga kirenmeydi. Toğru yolga kirenmegendikin hata yolda buludu. Hata yoldaki insanlara yaxşı netice çıkmaydı. Endi qarindaşlar, biz Şarkı Türkistan halkı süptüde davamlılık yardım saklayaptımız. Bu devlet yardım kıpalamı, bu devlet yardım kıpalamı. 75 yıllık işgaliyet tarihimize bir qarap bakaylı. Vatandın aş, burun çıqqanlardan tartip, hazırkı bizning hayatımıza kadar biz ümitini kimden küttük? Nurgun vaqtlarda Müslüman devletlerden küttük. Saudi Arabistan'dan küttük yardımını, Müslüman boğandaki yardım kıpaladı. Hem Müslüman hem karındaşımız boğandaki yardım kıpaladı. Türkiye'den küttük. Angaçı biz kütücüge vaqtlarımızda Orta Asya'daki karındaşlarımız müstakil oldu. Hem de karındaşlarımız müstakil oldu. Hem de bunu bir küçük bir devletine esirge keltirip alsa bizning kulumuzdan tutuldu deb üvege tama bağladık. Etrafımızdaki Pakistan'a tama bağladık. Onun hiç qas kerek kelmegendikin hem de hazır başka devletlerden tama kılıvatımız. İnsanlık süptüde tama kılışımız normal. Biz aciz olgandikin bir iş kılaylı desek kulumuzdan bir iş kelmegendikin insaniyetten tama kılış, başkalardan tama kılış, yardım kütüş normal. İnsanlık ahvali. Ama biz ma yaşavatkan ma dünyanın ilgisi var. Yaratkucusu var. O yaratkucusu kontrol kılıp turvatıdı bu dünyanı. Bizni yaratkan Allah'ın bizning ahvalimizdan xabari bor. Xitoyning ahvolidan xabari bor. Dünya siyosatidan xabari bor. Şu dunyoda bo'layotgan qonuniyatlarni, shu dunyodagi qonuniyatni, hozirgi siyosiy vaziyatni, iqtisodiy vaziyatni, xalqaro munosabatlardagi tangqonlikni Allah'dan yaxshi biladigan bir kishi yo'q. Bilmem diye. Allah'dan yaxshi biladigan bir kishi yo'q. Bizni Allah'dan yaxshi biladigan hech qanday bir kishi yo'q. Bizning ruhiy ahvolimizni, ma'naviy ahvolimizni, moddiy ahvolimizni Allah'dan yaxshi biladigan hech bir kishi yo'q. Aşında turuluq Allah bizden nemi kütüdü?
Allah o'zi emir qilgan emir fermanlarını, Allah'ın emir fermanlarını icra qilishimizni kutadi. Mushu Sharqiy Turkistonlik bandalarim, mush Habibi Muhammad alayhisalomning Sharqiy Turkistonlik ummati mush degan mening degan ishimni bir qilsa, degan buyruqlarimni bir qilsa, bularga bir yordamni bersam, bu vatanning mustaqilligini asliga keltirsa, bütün inson haqlarini asliga keltirsa, men xolis ibodat qilgudek bir sharoit hozirlansa, men ibodat qilib, men yaramli qullar dargohimga kelsa, marhamat qilsam, mag'firat qilsam, jannatga qo'ysam, haftada yillik ko'rishib tursak, bu insonlar bilan musulmon bo'lgan ekan. Deb Allah bizden mahsulot elishni arzu qiladi. Shunchalar millatdan o'zini musulmon chaqlayotgan Sharqiy Turkiston millatlaridan mahsulot elib, uni pokizlab, jannatga qo'yib, abadiy hayotda biz bilan muhattab bo'lib, do'stlab o'tishni Allah arzu qiladi. Qarindoshlar, Allohning bir ismi Quddus, bepakiz degan gap. Moddiy va ma'naviy jihatdan her jihatdan bepakiz degan gap. Allah Quddus bo'lgandan keyin, qudsiyat sahibi bo'lgandan keyin, muqaddas bo'lgandan keyin mehnatchilikni qabul qilmaydi Allah. Mehnatchilik degan vaqtimizda bu yerdagi moddiy mehnatchilik emas, bizga mehnat ko'ringan narsa emas. Ma'naviy mehnatchilik. Allah'ning yaxshi ko'rmaydigan, kufrni yaxshi ko'rmaydi. Shunchalar yaxshilikni, shunchalar ne'matni beribsa bu dunyoda, Allah'ning o ne'matlarini ko'rmasdan kelib, ko'rmasga selib, Allah'a qarshi bo'lishimizni. Allah bizdan muhabbat kutibsa, Allah'dan nefretlenishimizni yaxshi ko'rmaydi. O'zining do'sti bo'lgan Muhammad alayhisalomga hurmatsizlik qilishimizni yaxshi ko'rmaydi. Allah Teala bizga bergan samadan, samaviy emirlarni, bu dunyoga tushgan emir fermanlarini bu dunyoda dafsanda qilishimizni Allah xohlamaydi. Chunki kufr bo'lsin, kafirlik, munofiqlik bo'lsin, mushriklik bo'lsin, fasiqlik, fajirlik bo'lsin, Allah'a qarshi keladigan aqida nuqtasiga har qanday ish va amal jihatiga har qanday yomon ishlarning hammasi Allah'ning dargohida xabis hisoblanadi. Xabis degan mehnatchilik. Türkçede pislik deydi o. Bizde mehnatchilik. Allah o mehnatchilikni qabul qilmaydi qarindoshlar. Qur'onda ochiqlaydi o. Liyamizallohul xabisa minat tayyib. Allah bu dunyoda insonni nima uchun kurashga taklif qildi? Bu dunyo hayotida kurash qilinglar. Kurash qilib qazininglar. Şeytanni yengvitinglar, nefsingni yengvitinglar, o'zingning dushmani bo'lgan düşmanını yengvitinglar, masalan biz uchun Xitoy tajovuzchilarini yengvitinglar deb Allah emir berdi. U emir fermanlarini icra qilishimizni arzu qiladi. Mushundaq taklifni berishning sababi nima uchun beradi? Liyamizallohul xabisa minat tayyib. Pokizni mehnatdan ayirish uchun. Eğer unda bulmaydigan bo'lsa, bu dünyada Muhammed Aleyhisselam bilan Abu Cehilning farqi bo'lmaydi ki. Abu Cehilmi? Allah'ning cennet verishini Abu Cehil arzu qiladi. Firavun arzu qiladi Allah'ning cennet verishini. Ama qilayotgan ishda, ma dunyodagi ijroatda Muhammed Aleyhisselam bilan Abu Cehilning farqi var. Musa Aleyhisselam bilan Firavunning farqi var. Unda bo'lgandan keyin Allah bizni pokizlash uchun aramizdagi pokizlarni ayirib marhamat doirasiga elib jannatda abadiy yashatib va Allah o'zining muhotabi qilish uchun mehnatlarni ayirib mehnatlarni to'plab jahannamga tashlab va yo'q qilib o'tish uchun. Yo'q qilish deganimizda o'ltirib yo'q qilish emas. Ko'zdan yo'q qilish, uzoqda deb Allah o'zining rahmat doirasidan chiqarib, jahannam degan Allahning rahmat doirasining sirtidagi bir yer. Jahannamga kirish degan gap Allahning marhamatidan mahrum qolganlik bo'ladi.
Allah'ın merhametinden mehrum kalganlar. Kimning merhametiga erişerler? Kur'an'ı o'qib baqsak bilamiz. Minglarcha yil azoblangan chog'da cehennem ehli yalverdi cehennem hazinlariga. Nim bo'ladi? Rabbingga bir dabbaq bir kichikkina azobimizdan yengillishiga yordam qilsin deb. Cehennem hazinlari nim deb javob berdi? Qala ihsa'u fiha va la tukallim. Ihsa'u. İhsa kelimesi Arapçada bu şimdi yavatqa vaqtimizda işli kelib oladi-ku, so'ng tamoq qilib, yaqin kelsa chammetib qo'g'laytimiz, yo'qol deb. Shu ishqi chammetib yoki tayoq etib, bir narsa urman deb qo'rqitib, ishni qo'g'lagan vaqtida ihsa deydi Arapçada. Biz chaq deymizmi? İşt qo'g'lash kelimasi ihsa'u degan. Meleklerning muomalasi shunday bo'ladi cehennem ehliga. Nima uchun? Bu cehennemde Allah'ın merhameti bulmagaçka, cehennem Allah'ın rahmet dairesinin sırtındaki yavagaçka, Allah bütün pisliklerini, meynetçiliklerini toplap apırıp şöyle topluydu, közden şirak kılıyordu. Şu pakiz bilen meynetine arış için Allah bizge bu dünyada küreş kılışını farz kıldı. İbadet dedi. Şarkı Türkistan'ı müstakil kılış için Xitay tecavüzçülerle uruşunla, küreş kılınlar, şunda kılsanlar ben razı olaman, ölüp gidip kalsanlar şehit olasılar, en yüksek makamga çıkırsılar, ölmey gazı kağallarınla dünyada devletinle esliği keltirişler, milletinle şereflik, müşerref yaşaydı, dep Allah şunda kılırlar. Şunda kılgandan keyin bize endi miyaga kelip sangalap bir işini kılmay, vazifamizni ado qilmay, o'g'an g'ulunmay, mushunchalar irqiy qirg'inchilik ostida tirilgili unmay, mushundaq taptik juraga vaqtimizda Allah Masurida 24-oyatda Tövbe surasida Tövbe qilish surasi degan. Tövbe qilish surasida ey bandam, agar mendan yordam kutadigan bo'lsanglar, menga yarg'idek bir holga kelinglar. Menga yarg'idek holga kelishinglar uchun sizlar qulanglardiki mening davatgan ota-onam, davatgan ota-onalaringlar, bola chaqinlarim, davatgan bola chaqinlaringlar, qarindoshlarim, ayolim, erim, tuqqanlarim, mol-mulkim, tijoratim, uyim, iqtisodim, pulim deymiz-ku. Mush dunyolik mening deb mush qalbingga liq muhabbat bilan to'ldirib olgan mush insonlarning muhabbatidan mening muhabbatim, mening payg'ambarimning muhabbati va ko'rish muhabbati qalbingda yuksak turgan vaqtda o chaqda mening yordamim keladi deydi. Agar Alloh muhabbati, payg'ambar muhabbati va ko'rish qilish muhabbati tuyan qolib qolsa, qalbinglarni dunyo muhabbati qaplab ketgan chaqda ve yardım kelmaydi. Çünkü Allah'ın yardımı rahmet. Allah'ın rahmeti o meynet kalplerge kelmaydi. Meynet milletge tushmaydi. Allah aziz, Allah izzet sahibi, aziz bo'lgan bir zat, quddus bo'lgan bir zat, meynet kalplerge, meynet ruhlarga tushmaydi rahmetini, o'zining marhamatini. Deb Allah bu oyatda shunday dedi qarindoshlar. Unda bo'lganda bu muhabbet degan Allah'a bo'lgan muhabbet, Allah'ın Resulü'ne bo'lgan muhabbet, kurashga bo'lgan muhabbet qanday qo'lga keladi? Men Allah'ni yaxshi ko'raman deganga yaxshi ko'rganlik hisoblanmaydi. Men Rasulullahni yaxshi ko'raman deb qo'yganga yaxshi ko'rganlik hisoblanmaydi. Men kurash qilishni yaxshi ko'raman, mustaqil bo'lishni yaxshi ko'raman deganga yaxshi ko'rganlik bo'lmaydi. Qo'saq ochganda lag'man, polo deb vaqirsa qo'saq to'yamda to'ymaydi. Shuni berib, shu itidigan yerga berib, pulni berib, bedelini to'lab elib yesak yoki bo'lmasa o'zimiz balzamanlarni elib uyda shuniki ishlab itib yegan vaqtimizda qo'saq to'ydi. Quruq gapga bu dunyoda qo'saq to'ymaydi. Chunki bu dunyoda Alloh sabab qonuniyati degan bir qonuniyat yaratib qo'ygan. Shu qonuniyatga ergashmasak, bu kanuniyet bizim birlam deb kanunu bilamiz, o kanuniyet şu kanun yıltızını çıkıdı. Kanunga boysunmasa kanun desep yencirti do kanunga boysunmagan kişilerini. Muşu dünyada muşundaq bu.
mutlaq qudret sahibi qo'yib qo'ygan qonuniyatni agar uni men irodamga bo'ysundiraman desak ham xiyol. Masalan, o'tqa qo'limizni tiqpaqili, Bismillahirrahmanirrahim deb tiqpaqili, Qur'onni tamom qulplab tiqpaqili, nurg'uni Allohim meni ko'ydimi deb turib tiqpaqili, bu dunyoda o'tning vazifasi ko'ydirish bo'lgandan keyin ko'ydiraverdi. Muzni tutpaqayli, muz to'ngdiraverdi. Allah bir qonuniyatda sening vazifang mana mushundaq bo'ladi degan bo'lsa, shu qonuniyat bo'yicha bo'ladi ishlar. Biz shu qonuniyatga bo'ysunishimiz lozim. Allah bizdan muhabbat talab qilgan bo'lsa, o'zi uchun, payg'ambar uchun va o'z rizosini deb kurash qilish uchun muhabbat talab qilgan bo'lsa, u muhabbatni qanday qo'lga keltiramiz? Allohdan boshlaymiz. Bular bu shu Ramazonda qarindoshlar. Da qalbimizga bir qarab baqaylik. Allah desa rahatsizlik bormi yo'qmi deb. Allah'ның peygamberi desa quloqqa mushug'andek anglanmamdi. Qalbimda bir rahatsizlik bormi yo'qmi deb. Chunki Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish, Xitoy bilan kurash qilish desa quloqqa mushug'andek anglanmamdi. Agar shunda quloqqa mushug'andek anglangan bo'lsa, shu chaqda darhol ey Alloh, mening qalbimda kasallik bor ekan. Qalbim kasal ekan Alloh, men o'zimni chaqib baqdim. Ma kasallikka shifo bergin. Ey Alloh, men seni suyishni xohlayman. Sen bilan do'stlashni xohlayman. Sen bilan abadiy muxotab bo'lib, munosabatini yaxshilashni xohlayman deb edam yo'q yerda. Hech kim ko'maydigan yerda. Yig'lasaqmi bo'ladi, toza yaxshi bo'ladi. Yig'lab turib Allohga yolveraylik. Qalbimiz bak qetib ketgan bo'lsa, ishongilmaydi qalbimiz. Shu chaqda yana Allohga desak bo'ldi. Ey Alloh, mening aqlimda yoki haqli shundoq deydi ekan, Alloh bor deydi ekan. Agar rost bo'lgan bo'lsam, mening qalbim unmayotdi. Unmaslikning sababi men bunda kommunistik tarbiyadan asli cho'nglab qolgan bir odam, dindan o'qiyanmagan bir odam, diniy savodim yo'q. Shuning uchun mening qalbimni bilasan. Agar sen rost bo'lib qolib, men Qur'on rasulab qolib, oxiratda ahvolimdan chataq chiqadigan bo'lib qolsa, bo'lmaydi. Men unda istamayman, jahannamga kirishni xohlamayman. Sen bilan dushman bo'lib qolishni xohlamayman Allohim. Shuning uchun nim bo'ladi bir qulamdan tut, mush ro'za Ramazonning haqqi hurmat uchun qalbimni bir yumshat, sen bilan do'st bo'laman deb Alloh bilan do'stlashga bitirishaylik. Andan keyin Alloh bilan do'st bo'lgan bo'lsa, qalbimizda Alloh desa shunda bir xushallik paydo bo'lgan bo'lsa, qalbimiz yumshaydigan bo'lsa, andan keyin Rasulullohga kelamiz. Rasulullahga qarshi shunday bir tirajash bo'lgan bo'lsa, bu vaqtda Allohdan yana yordam so'raymiz. Ey Alloh, sening habibing Muhammad alayhisalom haqida qalbimni to'g'ri tutgan muhabbat bo'lmaydi. Qalbimga munofiqlarcha his tuyg'u kelib, u bir inson xato qilib qolishi mumkin. Mancha yilning oldida yashgan odamlar bizim bilmaydigan savotsiz odamlar xato so'zlab qolishi mumkin deb Rasulullohga kelganda shunday bir hurmatsizlik bor qalbimda. Shu munofiqlikni ko'tarib o'tib, Rasulullohga bir hurmat va muhabbat berib, Rasululloh uchun muhabbat tilaymiz. Bu Allohning muhabbati va Rasulullohning muhabbati qalbimizga yerlashgandan keyin, analikin avtomatik holda Allohning emir farmonlarining suyumlik bilinadigan bo'ladi. Sharqiy Turkistonni ozod qilish, mustaqil qilish harakati, Xitoyga qarshi kurash qilish ishlarining hammasi suyumlik, sharaflik ishlardan bilinadigan bo'ladi. Shuning uchun qarindoshlar, biz o'zgarmasak, biz mushundaq tirajib turaversak, mehnat badimizda, mush fasiq badimizda tirajib turaversak, Allohning yordami kemmaverdi, ahvolimiz tuvallab ketaverdi. Chunki Alloh Qur'onda vallohu la yahdil qavmal fasiqin. Bu oyat nurg'un versionda keladi. Vallohu la yahdil qavmal kafirin. Kafirlarga hidoyat qilmaydi. Vallohu la yahdil qavmal zolimin. Zolimlarga hidoyat qilmaydi. Yana bir yerda fasiq va mana bu yerda fasiqlarga hidoyat qilmaydi deydi. Endi biz Sharqiy Turkiston xalqi musulmon xalq, ming'ildan ko'proq islom ichida yashab kelayotgan bir xalq. Endi bizningki bu markamiz musulmon, ishimiz Xitoy tajovuzchilar tomonidan qurg'udilinib, zaharlanib, qurg'udilinib qo'yilgan. Unda bo'lgandan keyin ishimizni remont qilish bizning vazifamiz. Allah Qur'onni Ramazonda nozil qildi-ku,
biz muş Ramazanda kalbimizge Kur'an'ı düşürüp akılıqını. Kompüterimizga, telefonlarımızga app düşürümüzgo. Şu app düşürgendek muş Kur'an'ı kalbimizge düşürüp akılı. Kalbimiz eğer meynetulap patmaqdek, Kur'an patmaqdek yaqagan bolsa, bir ayetten düşüreydi. Bir ayet düşürüp Allah muşunda adatmış Allah'ın kelamı iken, muşunun gibi emel qıp baqaydı, bir ayetten, bir hadisten düşürüp nim qılsak, kalbimizge ayet düşkendikilla kalbimizde ayet üzü pakizlaydı. Ramazan'ı qo'ldan berib etmeyli qarindoshlar. Mavi Allah'ın ayeti, alemlerini yaratgan Allah'ın ayeti, kalami, bu haq ve hakikat, bu kanuniyet özgermeydi qarindoshlar. Kanuniyet özgermegen qaraganda mecbur biz özgürüşümüz lazım. Özgürüş bizning vazifamiz. Allah bizlarni Qur'on oldida o'zgarganlardan, Rasulullahning sunnatlari oldida o'zgarib qabul qilganlardan ve Allah rızası için küreş oldida teslim bo'lib, bu küreşke qatilib ketganlardan, o'zini pido qilganlardan, Allah'ga yaramlık bende, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ga yaramlık ümmet bo'lganlardan qilib etsin. Muşra ro'za Ramazonda qilgan ibadetlerimizni qabul qilsin, dualarimizni icabet qilsin ve maqbul qilsin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alamin.